Assalomu alaykum. Bugun furunkul haqida gaplashamiz. Furunkul o'zi bu nima? Furunkul bu soch ildizi joylashgan soch kapsulasining yiringli yallig'lanish kasalligi. Odatda bu kasallikka Staphylococcus aureus degan bakteriya sabab bo'ladi va u biz tanamizda yashaydi. Va eng ko'p inson tanasining yuz, bo'yin, tananing orqa, son, yonbosh sohalarida, ya'ni soch bor joylarda bu kasallik yuzaga keladi. Dastlab og'riqli tugun paydo bo'ladi. Keyinchalik markazda yiringli cho'q shakllanadi. Bizda bu uchuq deyiladi. Aslida bu furunkul hisoblanadi. Faqat bitta dona follikula zararlangan bo'ladi. Bitta soch ildizigina zararlangan bo'ladi. Agar u bir nechta bo'ladigan bo'lsa, bu karbonkul bo'ladi. Davolash odatda jarrohlik yo'li bilan kesish va uni ichidagi yiringni chiqarib tashlash va drenajlashdan iborat bo'ladi. Dori-darmon bilan davolash mumkinmi? Mumkin. Faqat boshlang'ich bosqichida, ya'ni kichiklik paytidagina kerakli dori-darmon qilingan bo'lsa, uni tuzalib ketishi mumkin kesmasdan. Va bundan tashqari diabetik bemorlarda ham dori-darmon bilan tuzatishga majbur bo'lamiz. Sababki diabetik bemorlarda kesilgan jarohatning tiklanish jarayoni sog'lom odamlarga nisbatan bir necha barobar uzunroq hisoblanadi. Furunkul qaytalanishi mumkin. Agar qaytalanadigan bo'lsa, bu o'sha insonning immunitetning zaifligiga va gigienaga amal qilmasligiga bog'liq va bundan tashqari glyukozaning miqdoriga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Va shularni tekshirish orqali bu narsalarni oldini olish mumkin. Yuz sohasidagi furunkullar bular eng xavfli furunkullar hisoblanadi. Sababki yuz sohasida cavernous sinus degan bo'shliq bor. Agar o'sha joyga bir to'plam borib turib tiqilib qoladigan bo'lsa, hattoki ko'z ko'r bo'lib qolishi mumkin. Buni oldini olish uchun esa albatta teri gigiyenasiga rioya qilish, terlashni kamaytirish va mikro travmalar, ya'ni atay siqishlarni yo'qotish kerak. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.